Mana qarang, Amerikadan kelgan bir qo'l mashina X5 jigar, oppoqqinasi. Kraskasi top-tozasi. Mana qarang, bitta bossak yopiladi, yana bitta bossak bag'ajam yopilib beradi. Jigar, shikalar narxga qo'yilyapti. Srochni yaqinlaringizga tarqatib, pulingiz bo'lsa bosib oling lekin. Bunaqa narxga kraskasi top-tozasini menimcha hali qo'ymagan edik. X-Drive 40i qarang, bitta bossak bag'aj ochiladi, yana bitta bossak pasti ham ochiladi. Ekranni 2 marta bossak, like ham bosiladi. Hozir bosib qo'ying jigar. Saloni ham oppoqqina-da. Mana bir xil mashinalar urinib ketadi, uncha fayzi bo'lmaydi, lekin fayzli bo'lib turibdi-da. Mashina rostdan toza ekan. O'zingiz uchun yana tekshirib ko'raverasiz. Bunaqa narxga turmaydi borku, 61500 ga qo'yilyapti. 2019-yil srochni tarqatib qo'ying. Probegi 110 ming bo'pti. Ayab haydagan ekanlar borku. Bir xillar 50 ming probegda ham urinib qoladi, lekin bu 110 ming probegda ham taniq bo'lib turibdi. Eng qizig'i bu 3 litr motorli, lekin shaharda qisib yursa 10-12 ta, danlida 8 ta rasxod qiladi, deyaptilar. Bosib yuboringlar ekan.